Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Obunachilar, mana biz Makka Mukarramadagi tuya chorvadorlarining oldiga keldik. Bu yer Hudaybiyada. Ya'ni kelishligimizdan maqsad Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida hayot qanaqa bo'lgan, odamlar qanaqa qilib hayot kechirishgan, sahobalarning hayoti biroz ta'ammul tafakkur qilib, so'ng o'sha Hildan, Hudaybiyadan ihrom bog'lab, yana umrachilarimiz takror umra qilishadi. Shuning uchun mana shu joyga keldik. Mana bu mana sog'ib beryapti tuyani. Hojakalarimiz, hojayalarimiz mana tuya sutini ichishyapti. Nima deymiz endi, videoni ko'rib turgan barchalarni mana shu joylarga kelib umra ibodatlarini qilib, ham ziyorat, ham ibodat va ham sayohatlarni qilib ketishlikka nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.